Rasululloh qazo qilibdilar, Umar. Nimalar deyapsizlar, sho'ringiz qurgurlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ldi deganning tili usulsin, iloyim. Yo'q. Bu rost. Mo'minlar onasi Oyshaning uylaridan shu xabar chiqdi. Yo'q dedim. Rasululloh o'lmaganlar. U zot Muso ibn Imron kabi Robbilari bilan gaplashgani ketganlar. Muso alayhissalom 40 kechaga ketib, qavmlari u zotni o'ldi deb o'ylashganda qaytib kelganlar. Rasululloh xuddi Muso alayhissalom kabi qaytib keladilar. Rasululloh o'ldi degan odamning qo'l oyog'ini chopib tashlaydi. Aloyiq. Kimda kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, bilingki, Muhammad o'ldi. Kimda kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa, bilingki, Alloh tirik, hech qachon o'lmas.